Agar Hojar ona o'tirib faqat duo qilib kutganlarida Zamzam chiqarmidi? Tavof namozidan so'ng Zamzam suvidan ichdik. Guruh rahbarimiz uni qiblaga yuzlanib tik turgan holda duo bilan ichishimizni aytdi. Qo'limdagi bir qultum suv ortida butun bir ummatga ibrat bo'lgan qissa bor edi. Nazarimda Zamzamning tarixi faqat suv haqida emas, u inson bilan Robbisi orasidagi mutlaq ishonch haqidagi ibratli hikoya edi. Ibrohim alayhissalom uchun eng og'ir sinov faqat cho'l emasdi, ortiga qaramay ketish edi. Hojar ona uchun esa eng og'ir sinov tashnalikning o'zi emas, Allohdan umidni uzmaslik edi. Zamzam ularning itoati va tavakkuli uchrashgan joyda chiqdi. Hojar ona faqat suv topish uchun emas, Alloh buyurgan vazifani ado etish uchun Safo bilan Marva orasida yugurdilar. Zamzam harakatdan keyin keldi. Alloh avval qadam tashlashni, keyin ne'mat berishni o'rgatdi. Shunda o'z holimga nazar tashladim. Balki men ham ba'zi duolarimning ijobatini kutib o'tirgandirman, chunki ba'zi ne'matlar faqat yo'lga chiqqanlarga nasib qilarkan. Bir qultum Zamzam ichdim. Go'yo suv emas, tavakkulning ta'mini totdim.